175 ming dollarga Chilonzor tumani, Do'mbrobod mahalla 16-bolitsa ro'parasida joylashgan tayyor mebel texnikali uyimiz sotuvga chiqdi. Ketdik, ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, men hozir hovli qismida turibman. Tapchan qo'yishgan ekan va bu yoqdan polvonga tushsa ham bo'lar ekan. Kichkinagina zelenniy zonasi ham bor. Qaranglar, даже barbekyu bilan tandirni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Ketdik, endi ichkari ko'rib chiqamiz. Beshiklar bilan shunaqa shiringina tayyor kuxnya va yonida zal joylashyapti. Stul, televizor, lustra, pardalari hammasi tayyor. Bemalol mehmon kutsalar bo'ladi. Bu esa birinchi qavatdagi umumiy sanuzel. Ketdik, endi biz sizlar bilan ikkinchi qavatdagi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. 175 ming dollarga Chilonzor Do'mbrobodda joylashgan shunaqa chiroyli interyerda remont qilingan va eng asosiysi mebel texnika bilan tayyor uy sotib olsanglar bo'ladi. Bu spalni yorug' va ko'chaga qaragan panoramli oynasi bor, shkaf va televizorgacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Ikkinchi spalnada ham xuddi shunaqa yonida bolalar xonasi joylashyapti. Ikkita kravat qo'yishgan ekan. Shunda ikkinchi qavatimizda 3 ta spalnya va bitta sanuzel joylashyapti. Ko'rib turibsizlar, bu uyga faqat chemodanda kiyimlarni olib kirib bemalol yashayversanglar ham bo'lar ekan. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.